qancha o't, qancha tabib, qanchalik doktorlar qolmadi mendan hech narsa. Sizlar yemilishi. Nechinchi stadiya edi? Menda 4-stadiya edi. Bormagan joyim qolmadi, shuning uchun boraman 4-stadiya, 3-4. Tamom, bo'ldi, biz ketib qolaveradi dedi. Mozorga kirdiganni menga. Men sizni hozir ko'rib borku, motivatsiya oldim. 4-daraja, mana 4-daraja ko'ks artroz, gona artroz bo'layotgan onaxon, 75 yoshdagi onaxon mana. Bemalol yuribdi mana 75 yoshda. Bemalol yuribman, Xudoga shukr. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, kuzatuvchilar. Bizlar Farxaskidamiz, hozir Toshkent shahrida. Va'da qilganimdek, yana bir onaxonimizda holidan xabar olgani jamoamiz bilan yetib keldik. Unda bizlar boshladik. 2 yildan beri yotib turg'izdingiz mana meni shuning uchun. Xursandman. 2 yil yotibmidingiz ona? 2 yil yotdim, 23-yildan beri. Qancha o't, qancha tabib, qanchalik doktorlar qolmadi mendan hech narsa. Hammasini ko'rib chiqdingizmi? Hammasini ko'rdim. Hammasini. Nima deyishdi? Hammasini ko'rishchisi yordam bermadi. Revmatizmam bordi ham. Shuning uchun ismidi, oyoq sapsim ismidi umrbod. Ana shu yoshligimdan ekan. Yoshligimdan ekanda u. Ko'pchilikka aytaman-da, hojona, mana shu yoshlarga ham tegishli-da. Bolalar, farzandlar shamollab qolganda e'tiborli bo'linglar. Tomoq shamollaganda, laringit, faringitlarda stafilokokk shamol yaralanishlar tomoqda. Agar yoshlikda asorati vaqtida olinmasa, yosh o'tgandan keyin 99.9% revmatizm bo'ladi. Bo'ldi bolam. U revmatizm bo'ladi. Endi u paytda ota-onalarni bilasiz, 50-chi, 60-chi yillari, 70-chi yil qiyinchiligida o'zingiz bilasiz. Lekin hojona hozir 21-asr. Bo'lgan bilan o'zim men qaridim-da, bolam o'zim. Endi siz qaringiz, endi bu yoshlar tushunmayapti shu narsani. Bu yoshlar hozir o'tkazib qo'yyapti kasallikni. Yo'q, mana shu men yoshligimda qaramagan. Nima diagnoz edi hojona? Kambag'al. Manda shu nima deydi haligi revmatizm. Aslida revmatizmmi? Manda revmatizm aslida, revmatizm. Yemirilish yo'qmidi? Yemirish, albatta yemirish borda. Tizza yemirishi. Nechinchi stadiya edi? Manda 4-stadiya edi. Do'stlar, hojonamda tizzada ham, bukchada ham 4-stadiya ko'ks artroz, suyaklar hammasi chirigan. Osteoporoz, xondroz gapirmang. U hojonam uchun osteoporoz degan kasallik bu choy ichish degandek o'yinchoq. Menga bolalar o'yinchoq. O'ynab o'tiraman men, shunchalik o'ynadim. Mana kelib kelganimga labay. Hamma shu savol beradi menga. Shu bir xil payt yig'lagim keladi, bir xil payt kulgim keladi. Ko'raman men sizni televizordan, bilasizmi, 22-yildan beri ko'raman sizni. 22-yildan beri qiziq ishim yo'q. Pensiyaga chiqaman. Mana o'tiribsiz, Xorazmdan odamlar, Palon joydan ayollar, qancha gurun qilasiz odamlarni 4-5 yillab ko'rib o'tiraman. Siz nima qilay? Menda yo'q, mana yo'q, hadigi yo'q. Nima qilay? Hojonam 5 yildan beri kuzatadi, lekin hech sizga tusha olmayman. Oyoq bilan kelib urib, oyoq bilan tikalaga tushganda, hamma joy sinib, kirib ketib, betoshni desam yashab yurishibdi. 1 yildan beri bu bolam. O'zi ham, hali nima deydi, uchada yoriq bor. Qizimda yoriq shu. Ana shundan bolam, ichish bolam. Nima ichyapsiz? Ichyapti, bolam ichdim. Oladi sizlarda. Telefon qilishamiz. U 1 yilda oshirishdi. U hozir ozgina davolay bir oy dedi. Da. U juda ham foyda topdi. Zakonni. Da, nima, 30. Qoni 30. Qoni 30ga. Keyin unichi lekin immuniteti ko'tarar ekan bolam dori. Shunisi bor ekan, immuniteti ko'tarar ekan. Mana qo'llar uni ham bo'ynida. Da. Grija. U tuzaldi. Bolam opam o'zi. chaqiradi. Hozir bor. Kelsin birdaniga. O'rtoqlarim ko'p edi, o'rtoqlarim hammasi oldi, yo'lga solganman, hammasi bekorda oldi. Nechta o'rtoqlarimga ham. Hammasini men u gabarit qildim. Ichida bolalarimga bo'lib ichida. Men yaxshi bo'ldimmi? Yo'q, xo'janim. Men bo'ldim. Men sizni hozir ko'rib borku, motivatsiya oldim. Iloji yo'q. 75 yoshda hojonam. Men bu yerda paytida bilasiz, motivatsiya emas. Oldinda o'ynardingiz ko'rib. Bildingizmi? Shuncha menga Alloh kuch-quvvat bergandi, bilasizmi? Sizga Alloh yana qaytarib beribdi, hojonam kuch-quvvat.
Hammasi mana mahalla hadiram keladi, o'ynataman hammasini. Undaqman bundoq qilasan, undaqman bundoq qilasan. Bitta baraka topsin o'sha. Oyog'im ishlamagan temir, boshqa haligi nimalar remont olib kelib qo'yishdi. Qarashdi menga nimalar, yordam berdi hokimiyatdan mamam kelib temir pem pul bermasam, ovqat bermasam, temir pemda ishlab yuradi qilishdi, hujjatga borish uchun. Biz hozir qayerdamiz? Toshkentda qayerdamiz? Bu Toshkent shahar. Voy, nimaga Toshkent shahri? Uchtepa tumani, nima Farxatskiy bozor. Farxatskiy bozor. Farxatskiy bozor. Toshkentda yeganman, shuncha yil nimada Farxatskiy bozorda men o'tirganman 30 yil. Hojona, bu qolmagana barda. Farxatskiy stilami? Yo'q. Короче, Toshkentcha. To'ppa-to'g'ri. Chunki hojonamni hozirgi ko'rinishi bu 75 emas, bu 35 yosh. Tamom bo'lganini ko'ribsiz bolaman, tamom bo'lganini. Bu tamom bo'lganingiz 35 yoshga o'xshab tursa, bilmayman, agar 35 qatta, tamom bo'lganini ko'ribsiz bolam. 4-daraja, mana 4-daraja ko'ksa artroz, gona artroz bo'layotgan onaxon, 75 yoshdagi onaxon hojonam mana. Bemalol yuribdi mana 75 yoshda. Bemalol yuribman, Xudoga shukr. Men sapsib yurmay qo'ygandim. Yurmay qo'ygandim. Hojona ismingizni so'rashyapti. Ismingizni so'rashyapti, ismingizni. Ziyodaxon. Meni qo'lima Ziyoda hoji. Hojona yotib qolganingizda, oyoqlar atkaz berganda, birinchi xayolda nima o'tgandi? Hech nima, ketish, xayrlashish, tamom. Boshqasi o'ylayman, bo'lganman. Uqsiz qilganman. Necha yillar oralari pishib, shunday mazam qochib, uqsizlar solib surib. Endi lop bo'lsa ham bir 5 martadan singanmi o'yindan qishda yurib. Unda singan. Mana shundan davridan beri qizlari. Mana shundan singan. Mana bu yerga mana bu yerga singan. Mana bu qilib mana singan mana hamma joy. Tirik qolmagan joyim. Bu hojona hamma yoq sinib. Bizni ko'rganlar urush qiladi deb o'ylaydi hozir bo'lki hojona hamma yog'im singan ustchilarda yozib beraman aytgandan qolsa hojona. Yo'q, rahmat. Men mana shu qo'lim Xudo xolasa uzoq bilan 2-3 oyda yaxshi bo'lib qoladi. Hozir yaxshi. Og'ri yo'q, ancha tekis bo'ldi 5 oyda. Mana shu yerga mana shu yerga qarang yiqildim mana bolam mana. Mana shu yerda yiqildilar. Qayerda yiqildingiz hojona? Hozir aytaman. May oyi nima 23 mana yaqinda dekabr oyida dekabr 17si turdim aytmay endi biladi chisolargacha nima turdimda yurdim men 5-6 kun aytdim keyin men namoz o'qimadim yotganda hisob emas deb turib choy borib suv ichib keldim torat hammasi kiyinib toza oppoq kiyinib o'tirib shu yerga keyin men namoz o'qiyman dedim soat 3:30 bo'ldi 3:30 17 dekabr shunday bordim qanday yuragim shu nimaga menga suv ko'p ichiradi o'timda toshim borligi uchun ekan deyman o'shaning uchun shunday bo'lsa kerak keyin shunday bordimda bu qoching mana shunday mayli olaversin mana shunday keldim ikkinchi suvni ichdim mana shu bitta bo'lgani mana shu oyog'imga qayrilib mana parokda oyoq qiyshayib ketdi parokda mana shu только mana shu boshqa hech narsa yo'q bo'ldi soqpa-soq solib borib turib urdim shu bilan g'ijira bo'lib mana shu yerdan g'ijira sinib ketdi-da shunaqa bordim temirga shu yerga voy bu sinib ketgan-ku bu qo'l men nima deyapman sizga men do'stlar bu qo'lni boshqa qo'rqyapman sinib yotdi yo'q shu qaltirab yotmana 8 oydan beri shu shaldirab yotmana mana qasar 8 oydan beri shu deyapman xudoga shukr yordami bilan uxlayapman zata maza og'riqlar yo'q ora-tura bo'ladi havo buzilsa bo'ladi bitta ichadilar oshqozonni bitta agar ikkitadan o'xshab ikkitadan yo'q unda qachonlar chopib ketgan bo'ladi yo'q bu 75 yoshda shunchalik yuribdi shuni o'zi baxtki 4-stadiya son chanoq ko'ksa artroz gona artroz bu 4-daraja hojona suyak yemadishda o'zini ilm fanda davosi yo'q bormagan joyim qolmadi shuning uchun boraman 4-stadiya 3-4 tamom bo'ldi biz ketib qolaveradi dedi mozorga kir deganni menga bo'ldi operatsiya ham iloji yo'q yo'q aytdi $8,000 bersangiz qilaman deb bor odamlar lekin meni yuragimda sten bor dedim mumkin emas dedim aytdim men ko'pchilikka ko'p kutilgan nutfa kompleksda o'rmon qora deysizmi qora andiz deysizmi o'sha ko'p tavsiya qiladigan kollagen glukozamin xondratin gialuronova kislota hammasi bor gialuronova kislota chiqyapti gialuronova kislota yuragim chiqyapti meni yozma yemaydim men oshqozonimda naborot yaxshi qiladi gialuronova o'qidimda chiqqandan voy hojona bejonim sizni yazvangizga
nutva eski nutvamiz ham mumkin emasdi o'zi. Bilaman. Siz nima qildingiz? Bilaman, bopladim. Boplab majburlab urush qilib olib ichdingizmi? Qanday bo'ldi? Janjal qilib ichdim. Janjal qilib ichdingizmi? Berasan dedim. To'rtinchi stadiya ko'k sartroz go'nato'zbek odamni gapirishini qarang. Qanaqa gaplashib o'tiribdi hojijon. Gapirmang. Tavba. Mayli, Allohim qaytarib berdi. Baraka toping. Tanjoningiz sog' bo'lsin ilohim. Qo'lingizcha dard ko'rmasin bolam. Bolalarga bosh bo'ling ilohim. 150 ga kirganda ham munkayib, menga o'xshab ish qilib Xudo xolasa ishlarni qilib, odamlarga yaxshilik qilib yuring bolajonim. Sog' salomat bo'ling. Nima niyati bo'lsa niyatga yetib yuringlar bolam.